Nega shifokorlar uyqudan turgandan keyin darrov o'rindan turishni tavsiya etmaydilar? Rustam, turishga. Nima bo'ldi? Bosh aylanib, ko'zing oldi qorong'ulashdimi? Bu bilasam nimadan bo'ladi? Mana uxlab yotgan odam ko'zini ochgandan keyin reski turib yugurib ketishi mumkin emas. Bilasanmi nega? Chunki endi uyqudan turgan odam reski sakrab turib ketishi mumkin emas. Negaligini oddiy so'zlar bilan tushuntiraman. Yotgan payting qon bosimi pastroq bo'ladi, pulsing sekinroq urayotgan bo'ladi. Ko'pchilik mana ko'zini ochishi bilan qatqadir kechikayotgan bo'ladi, nimadir olish kerak bo'ladi, nimadir esdan chiqib yugurib ketadi. Bunaqa turib sakrab ketgandan keyin nima bo'ladi? Birinchisi, mana reski turgandan keyin boshga nechadir soniyaga qon yetarlicha yetib bora olmay qoladi. Ikkinchi masala, mana endi turib yugurib ketyapsan. Qon bosimi o'zini kompensatsiya, ya'ni hamma yoqda to'liq bir xil bo'lib olishga uspet qila olmaydi. Buni evaziga keyin bizda o'sha ko'z oldi xiralashishi, bosh aylanishi yoki mana kuchsizlik bo'ladi. Nima qilish kerak endi aka? Buning uchun mana yotgan uyqudan turding, ko'zingni ochganingdan keyin mana shu holatda hech narsa qilmasdan 10-15 sekund yotasan. 10-15 sekund yotding, yotganingdan keyin turib o'tirasan. O'tirding. Xuddi shunaqa 10-15 sekund yana o'tirasanda shu payti nimalar qilishing kerak, boshqa o'shalarni planni qilib olasan. Mana endi bemalol turib ketaverasan. Boshing ham aylanmaydi, ko'zing oldida ham qorong'ulashmaydi. Tushunasizmi? Arzimaydi. Lekin bunaqa holat sanda boshqa paytda ham ko'p takrorlanayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, qon bosimini tekshirish kerak, qondagi gemoglobin miqdorini kelish kerak. Umumiy qilib aytganda bitta ko'rikdan o'tib qo'yish kerak.